Aka, ko'mir olayotib turganda nimalarga e'tibor berish kerak? Bunda birinchi o'rinda tajriba, mutaxassisligi odamdan so'rash kerak. Ko'mir sotayotgan odam 100% garantiya desa o'shandan olish kerak. Ko'mir chiroyli turlari ko'payib ketdi. Nihoyatda 5 xil ko'mirim bor hozir. So'rash kerak bo'ldi. Olish kerak. To'g'rimi aka? Hozirgi ko'mirimiz qanaqa, kaloriyasi qanday aka? Buni ko'mirda Qozog'iston Shimol ko'li ko'miri, kaloriyasi 7000 kaloriya. Allohning izmi bilan 2-3 kun qattiq muzlama bo'lsa ham boshqa ko'mirlar temperaturani ko'tarilmasa bu ko'taradi. Ko'tarib beraveradi. Bu oila siz va oilangiz qiynalmaydi. Sababiyati bunda kulka ham chiqadi, kulli shlaki bo'lmaydi. Ha, tushunarli. 100% quruq aka. Hozir holati, bugungi holat quruq. Skladimizni hozir ko'rib tanishtirib o'taman. Skladda ham ma'lum miqdorda, cheklanmagan miqdorda bor-u, tugab qolyapti. Dastavkalarni qayerlargacha qilib beryapmiz? Dastavka 1-2 kilometrlik joyda tekin, undan ag'i chiqaramiz, platniy bo'lyapti. O'zbekiston bo'ylab chiqarib beriladi. Samarqand, Namangan, Andijon, Quva. Narxlari 1400 so'm. 1400 so'm. Ha, Shibalkolda Shibalko Primo degani ham bor. Tushunmaganlar Shibalkol Primo'ni ham olyapti, alanga bermayapti, zo'r bo'lmayapti, isimayapti degan muammolar bilan telefon qilishyapti. Chunki mutaxassisimiz shu narsa bo'yicha biz telefon qilaversin, bemalol ma'lumot beraveramiz. Tushunarli. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordan qishlog'idan bo'lyapti. Bemalol Qachqurista bo'lsa, chiroyli narxlarda dastavkalarni bilan qilib berishadi.